Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqda kuzatuv obunachilar, tadbirkorlar. Jizzax viloyati Zaporobodga keltirilgan 9 metrga 3,5 magazinimizni o'z egasiga topshirdik. Bu magazin kiyim-kechak uchun. Bir hafta oldin salon krasot uchun qurib berganmiz, yoniga kiyim-kechak uchun qurib berdik. Bu magazinimiz bilan tanishtiraman. Magazinimiz polni podключ bo'ldi. Kiyim ilish uchun veshilkalar, mana o'rtasiga oyoq kiyim terish uchun stollar qo'yib berdik. Sklad uchun отдельно bitta xona qilib berdik. Bu xonamizning svet montajlari hammasi bo'ldi. Hamishadagi tom qismi dekorplast 3 qavat o'tiplet bo'ldi. Yon qismi laminatdan 2 qavat o'tiplet bo'ldi. Pollar hamishagida MDF. Magazin balandligi, ichki balandligi 250, tashqaridan 320. Svet montaj hamma narsa podключ bo'ldi. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar. Jizzaxdan